Pasif energiyalik yaxshi odam degan bu tema mundaq bir ayolning bir hikoyasidan ilhom elinib tug'ilgan. Bir ayol meni izlab o'zining shu turmushini bayon qildi. Bu ayol tunji qatim bir sizlarni to'y qilibdi. Bu to'y qilgandan keyin bu oilada bu doim bu ayoldan bir qusur deb doim ayıplaydi ekanda. Bu ayolning tasvirlashicha bu ayol xuddi o'zini shu erning ayoli emas, xuddi bir moliga o'xshab his qiladi ekanda. Qiziqarli xiri bu erimi ayıplaydi ekan, tillaydi ekan. Jami bu oilada 3 kelin bor ekan. 2 kelinning asosiyatdan cho'nglar bilan bekjiq quyuq munosabat yo'q ekan. Ammo mushu ayol hamda 3 kelinning birisi bo'lish bilan butun cho'nglarning ishlarini qildi ekan. Biroq qaynonasi qiziqarli xiri yana mush kelindan og'rindi ekanda. Hamda bu ayol buningga bardosh beribdi, ammo bola tug'ilibdi. Hamda bu barbara aroq ichib kechda bu ayolni urdigan bo'lib o'tdi. Bu ayolning bu erning deydigini, agar sen meni baxsh qilib qo'yding deydi. Bu ayolni baxsh qilib qo'yding deydi. Ammo bu ayol bu erni qanday baxsh qilib qo'ydi, uni bilmaydi. Bu ayolni bu erning deyishcha, ayollik deyishcha, men sen bilan to'y qilib baxsh bo'lib qoldim deb doim buni urib tillaydi ekan. Bu xil turmushga bardosh qilib berolmay bu ayol ajrashib hamda bu ayol yana cho'nglarning deyish bilan yana birisi bilan tunishib to'y qilibdi. Hamda bu ikkinchi qatim to'y qilgan unda urib tilmaydi ekan. Ammo bu pul topmaydi ekan. Pul topmaydi ekan. Uyning barliq mas'uliyatini shu ayol ustiga oldi ekan. Uzun o'tmay bu nang amaliyot bir qimovoz ekanligini bu ayol bilibdi-da. Hatto shu uyni futurib etgan nurg'un qarz bo'lib ketganligini bilibdi. Amal yo'q, bu ayol bu erdanmi ajrashib ketdi. Hamda bolasi cho'nglab barbara bu bolasimi bu onasini ayndaq tillaydigan, ayıplaydigan bo'lib o'tdi. Bu ayol hamda meni izlab kelib ishxonga shundoq bir yig'laydi. Yig'lab men zodi qandoq bir ishni xato qildim, men nimani xato qildim, shundoq bir kunni ko'rdiganga deb yig'laydi. Men bu ayolga siz hech nimani xato qilmadingiz. Sizning ammo bir xatoyingiz, siz amaliyotda bir pasif energiyalik yaxshi ayol ekansiz deb javob berdim. Bu pasif energiyalik yaxshi ayol degan qandoq ayol? Chunki bir odamning taqdirini belgilaydigini uning qandoq odam bo'lishi emas, savoqdoshlar. Nurg'un odamlar yaxshi odam, hamma odam yaxshi odam bo'lishi mumkin. Ammo bu yaxshi odam deganmi bir xil kimlik hisoblandi. Mayli vafodor kelin yoki kuyimchan ona yoki bo'lmasa do'stlik sodiq odam deganlar bu amaliyot bir xil kimlik. Bu xil kimliklarmi amaliyotda odam vujudidagi ba'zi pasif energiyalarni qo'g'dash uchun shakllangan bir mudofaa hisoblandi. Demak, odamning taqdirini uning kim bo'lishi emas, balki uning vujudidagi energiyaning mohiyati va shundoqla bu energiyaning miqdori uning taqdirini shakllantiradi. Undaq bo'lsa, bu ayolning vujudidagi pasif energiya zodi nimani ko'rsatadi? Unda bo'lsa biz shuni analiz qilib boqaylik. Odam normal odat mundaq tug'ilgan vaqtimi odamning vujudida bir titliq bo'ldi savoqdoshlar. Bir titliq. Biz buni shimmo deymiz. Odam bu xil titliqni besish uchun nurg'unlagan o'ziga va boshqalarga ziyonli odatlar bilan shug'ullanishga majbur qoldi. Va yoki bo'lmasa vaqtni isrof qiladigan nurg'un narsalarga xumovla qoldi. Masalan, to'xtamaymi shu do'yin siriydi qoldi.
Mesela 5 minut yürümese hudunu nurga adam izde gidigandek muş telefonlarını oqtırıp ketedi. Emlet onu hiç kim izlemeydi. Ama onun da şundaq bir tuygu oldu. Aşında oqtırıp durmuş bulmaygan. Psixik noktada elip etqanda biz bu xil to'xtamay telefon qarab, telefonni shu alıp qaraydigan bu xil odatni biz dunyodagi eng azon, eng haqsiz, retseptsiz og'riq to'xtatish dorisi deymiz. Bu yerdagi og'riq dal men bu yerda aytgan tititliqqa qartilgan. Tititliqqa. Bu xil tititliq hatto odamning azroq orom elishiga yo'l qo'ymaydi so'roqdaşlar. Orom elishiga yo'l qo'ymaydi. Mening bir o'quvchim o'zining bir do'sti bilan paranglashgan undidor xotirasini avatibdi. Buningda bu qiz men azroq fanson bo'lay desam deydi. Azroq orom tep birdan bir yetib olay desammi, xuddi aramasam bo'lmaydigandek, aramasam xuddi butun dunyo meni tashlab ketgandek, meni ayblaydigandek bir hissiyat bo'laman. Men shunga charchab ketaman deydi. O'zim bilan o'zim charchab ketaman deydi. Shu tufayli bu xil tititliq odamda ig'ir darajada charchashni shakllantirdi. Masalan, bir sesilning shu qulqinligini amma o'qib qo'ysa, massaj qilib qo'ysa, shundoq rohatlanib ketasizlar. Shu vaqtda sizlar qulqinligingmi bir erib ketganini his qilsizlar. Odam faqat nurg'ulg'an charchashlarga ko'nak ketadi. Ko'nak ketdi degan gap bu charchash bo'lmadi deganlik emas, ko'nak qoladi. Bu charchash yig'ilib bo'lsa, odam badanining ma'lum bir chek bo'ladi, dishensi bo'ladi. Uni o'ta ketganda odamda bu xil charchash bardosh ko'rolmaydi. Bir quloq. Endi bu ya mangmisa bu, ya bir ish qilmasama qo'lga o'xsha. Bu quloq qandoq horidi, nemish charchaydi. Amaliyotda quloqning charchish bir misol. Odamning amaliyotda tirnoqlaridan tortib, chachlaridan tortib bir xil charchash holati. Nemish charchash holati? Chunki men bayatın degandek tititliq odamda nurg'ulg'an psixik besimni shakllantirgan gap. Endi biz tilga olayotgan bu tititliq zot nima? Biz deyotgan bu tititliq jumsa vaqtashlar. Amaliyotda odam vujudidagi ikki, inson vujudidagi ikki muhim bo'lgan hissizm, ya'ni fuzigan gunohkorlik tuyg'usi bilan zibbegandan iborat ikki xil hissizmning osti xarakterlik induksiyasi vaqtashlar. Ama induksiya degan nimasi? Induksiya degan xuddi bir xil magnit induksiyasida taqatgandek mushki sezimning odam badanidagi hissiyoti. Bu hamda odamlarning puhraviy atalg'usida, puhraviy tasvirlashda tititliq deb bundaq ifodalandi. Amaliyotda bu yerga tititliq degani dal nima desa, odam vujudi saqlanib qolgan, odam vujudi harakatlanib turadigan fuzigan, ya'ni gunohkorlik tuyg'usidan o'zini kamsitish tuyg'usining osti xarakterlik induksiyasi hisoblanadi. Masalan, mau resim qarasak, bu resimda mushu yurak deb oldik hamda, odamning sezimi yurak deb faqat bu bir vakil xarakterlik narsa. Qarasanglar nurg'ulg'an yurak qarta bir yo'linishga ketib qolgan bir eqimni ko'rsizlar. Induksiya degan bundaq narsa, induksiya degan bundaq bir eqimni tushundirdi. Ammo odam badanidagi bu eqimga qarshi bizning qalbimiz yoki his qiladigan yuragimiz atrofida mushu induksiyani his qilmaslik uchun bir bu yerda bir mudofaa shakllandi. Kulrangsiz qarasanglar, bu bir mudofaa hisoblanadi. Bu normal sharoit ostida odamlarning yashash jarayoni vaqtashlar. Demak, bu yerda bir narsa aniq bo'ldi. Odam vujudiga bu fuzigan va zibbegandan iborat bu induksiya hujum qildi. Bu xil sezimni cho'nqur his qilmaslik uchun, buni xuddi bir pichoq o'xshatsak, nurg'un pichoq keldi, ammo bu pichoqni tekkizmaslik uchun odamning qalbining cho'risida bir mudofaa
kul ranglik sızıp koyduk. Şu müdafiə hesabında. Bu müdafiə şekillendi. Hem de bu bir bıçak geldi, müdafiə geldi. Bıçak geldi, müdafiə geldi. Demek bu yerde bir xil korkuş şekillini sabahtaşlar. Korkuş. Nemeden korkuş diye vaqtda şu kelivatqan Fuzyugen ve Zbeygen'den ibaret iki xil menfi, beram hissiyatdan ibaret bu bıçakның adamga kirishdan korkuş şekillendi. Bu korkuş, şimdi sabahtaşlar, bu korkuş bir adam vücudida bir kuchga aylandi. Bu kuch odamni nurg'unlagan o'zi yaxshi ko'rmaydigan ishlarni qilishga eng xatarli yeri, eng afsunarli yeri odam o'zi bo'lishni xohlamaydigan bir odamga aylantirib qo'ydi. Masalan, bir bala, bu rost vaqa, bir bala doim onasining yanchiqidan pulini o'g'irlab o'zining boshqa do'stlariga hejlab berdi ekanda. O'zi hejmay ekan, boshqa bolalar hejlab berdi ekan, xumbo etib berdi ekan to'plada. Endi qandaq bir kuch, sabaqdaşlar, qandaq bir kuch bu balani onasining yanchiqidan pulni elib, bu pulni o'zi bilan munosabatsiz boshqa odamlarga xumbo qilib taqatqizayotdi. Yoki bundoq bo'lgan vaqtda u onasi bo'lsinmi, garchi bu bala yana bir o'g'ri hisoblansa sabaqdaşlar. Unda qandaq bir kuch bu balani o'g'riga aylantirib qo'ydi. Xuddi men resimda tasvirlagandek, bu baladagi Zbey, ya'ni o'zini kamsiz tuyg'usi, o'zini kamsiz tuyg'usi. Bunun his qiyg'isi yo'q. Bundoq bo'lgan vaqt u boshqa bolalar pul xejlasa, bu pul xejlamay tug'an vaqtidagi hissiyatni yaxshi ko'rmaydi. Chunki boshqa bolalar pul xejladi, boshqa bolalar birini oldi, bu ololmadi. Bu vaqtda bu boshqalar oldi, bu ololmagan vaqtidagi hissiyat Zbey deb ataldi o'sha vaqtdaşlar. Bu hissiyatning buning his qiyg'isi yo'q. Bu hissiyatdan qo'rqdi, bu bir xanjar. Bu xanjar kelaman dedi. Yo'q, men sanjalsam men o hissiyatni yaxshi ko'rmayman. Unda qanday qilsa, undasa darhol bundan amal top dedi. Demak, bu bala nima ish qildi? Bu bala onasining ruhsiz, onasining roziliksiz, onasi xohlamagan ahvol ostida onasining pulini olib, balaga berdi. Balaga bir shart nimasi, men zangli qilmang demoqchi. Endi kemma menmi? Mana bir vatman menmi sana xumbo aytayotdim, sağanda men melyapman-go. Shunga ama endi kemma demoqchi. Demak, bu yerda Zbeydan iborat va Fuzyudan iborat bu ikki xanjarning kirketishidan qo'rqishdan iborat, kirkitib qilishdan shakllangan qo'rqishdan iborat bu kuch. Men bayat degandek odam qilish xohlamaydigan ishlarni qilishga, odam eng muhimi aylanib qilishni xohlamaydigan bir odamga aylantirib qo'ydi sabaqdaşlar. Masalan, yana nurg'un bolalarning tuyg'usiz o'rganishga qiziqmaydiganligini ko'ramiz sabaqdaşlar. Bolalarni o'rganishga qiziqtirmayotgan narsa mu amaliyot nimasi? Mushkul qo'rqish. Qanday qo'rqish? Chunki bir bola bir narsa qiziqdi, o'rganish qiziqdi deydi. U bir mayli matematika olsun, mayli adabiyot olsun, kitobni ochdi. U ochgan aman sabaqdaşlar. Nim shakllandi? Bilmaslik shakllandi. Chunki bir narsa qiziqding degan gap, sen unga kirding degan gap. Unga kirding degan gap, uni sen bilmaysan degan gap. Agar unga kirmasang, uni bilmaslik mavjud bo'lmaydi. Ama sen onun bir narsa o'rganaman degan shu kundan boshlab bilmaslik mavjud bo'ldi. Bilmaslikning o'zida Zbeydan iborat xanjar keldi sabaqdaşlar. Bu xanjarni yaxshi ko'rmaydi. Shu uning qiziqmaslik, ya'ni qo'rqishdan iborat, yana shuni bilmaslikdan keladigan Zbeydan iborat xanjarning tekisidan qo'rqib, bu xanjar tegmasin deb uning qiziqmaslik shakllandi. Shu nurg'un bolalarning o'rganish qiziqmaslik amaliyot nimasi, osh narsani bilmagan vaqtidagi hissiyatni texnik xatarlik nimasi, uni bilmagan vaqtidagi ota-onasining uning bo'lgan muomalasini, ota-onasining uning bo'lgan pozitsiyasini, ota-onasining uni tillashlarini, ota-onasining uni dushkishlarini, tillimisimi, umisimi, ota-onasining chiroyidagi bir xil ümidsizlikdan iborat. Bu xil ko'rinishni ko'rgisi yo'q. Bu xil qo'rqishdan iborat bu kuch yana ba'zi odamlar qarzlar qiladi, ba'zi odamlarni pul xejlaydigan qiladi. Chunki u Zbeydan iborat bu xanjarni tutash uchun cho'qim nima qilish keraksa, pul xejlash kerak. Shunga ba'zi oilalarning amaliyot iqtisodiy besimning eshib ketish nimasi, hargiz ular sarf qilayotgan pulga amaliyot ularning haqiqiy ehtiyoji yo'q. Faqat nimasi do'stlara, qo'shnilara
ulardan farqlanib qilishdan shakllanadigan o'zini tuven ko'rish tuyg'usiga taqobil turish uchun odamlar mana shundoq zo'r bo'lmagan ush badallarni ko'p to'laydi. Men ba'zi yosh bolalarni ko'raman. Bular ishsiz. Iqtidorimi rostga qilsak pek chuqur emas, cheklik. Bular qandaq bir yo'lni tanlaydi? Bularning ko'pinchisi ishlamay turib oldi. Bular ish yo'qmi? Bor. Qandaq ish bor? Ular o'ylagandek ish yo'q. Ammo ular o'zining nazaridagi bu xil odatdagi kichik ishlarni qilishni xohlamaydi. Chunki uning vujudidagi bayotin degan qora kuch uning yo'l qo'ymaydi. Yoshni ishni qilamsa, uni qilsang, mana men hozir kelma, qanjilma, haq ko'zgilmaydi degan xanjar zibay emasmi? Shu kelman deb turib oladi. Natijada u bu ishni qilmaydi. Endi o'zining ko'ngildagidek boshqa cho'ng bildigan xizmatni qila olamdi, qilolmaydi. Uning iqtidori yetilmaydi. Amaliyotda u o'zi o'ylayotgan, u yaxshi ko'radigan kallasiga shu noch xizmatlarga u bir peshtaxtdan chiqadigan narsa. Tuvendan chiqib, anandan keyin shu narsaga erishadi. Chunki shuning loyiq bir iqtidor shakllanish uchun cho'qim bir bosqichni peshdan o'tkazish kerak. Bumi amaliyotda nurg'un yoshlardagi bu xil qo'rqish amaliyotda bularning vaqtini isrof qiladigan gap. Undaq bo'lsa biz tuvandagi karton film orqali texim cho'nqur tushunish hosil qilib boqayli. Bu karton filmda Paul ismli bir odamning hayoti tasvirlangan. Paul'un hikayesi dal mush yerdan boshlanadi. Film qarasak, u nihoyat xushal holda munchuq chishyotdi. Tuyuqsiz bir xil qo'rqish uningda qo'rqinchli tasavvur hosil qildi. Ya'ni supong qutlashib, yiqilib tushib ketib qolsam o'lak ketaman degan bir tasavvurni paydo qildi. Shundan u darhol muzikani to'xtatib, xushal holda usul o'ynayotgan holatni to'xtadi. Bu yerda shunga diqqat qilish kerakki, uningda shakllangan bu xil qo'rqish, ya'ni hissiyot bo'lsa u rost, hissiyot rost. Biroq uning kallasiga tasavvur bo'lsa yolg'on. Bu deganlik qandaqdir so'ponga putlashib, o'lib ketishdan iborat bu xil mumkinchilik. Uningda qo'rqish paydo qilgan emas, balki aksicha, uning aslida bor qo'rqish, ya'ni Paulning vujudida bor qo'rqish, uningda shunday tasavvur paydo qilgan. Mundaqcha aytgan vaqtda biz oldida deb o'tgandek, u birnini o'ylash bizning siygimizni shakllantirmaydi. Biroq bizning siygimiz, ya'ni kichik daratning kelishi u birnini shakllantira oladi. Natijada odamlar xuddi Paulga o'xshash xushal holda o'ynayotgan usulni to'xtatish orqali o'zga qo'rqishni kontrol qildim deb qaraydi. Amaliyot qo'rqish tarafidan kontrol qilinib qoldi. Chunki qo'rqish uzluksiz holda yana boshqa har xil xilma-xil qo'rqinchli xiyol va tasavvurlar orqali odamni kontrol qilib turdi. Undaqda biz filmning davomini ko'rib boqaylik. Nhâm nhâm. Pinsero nella rintonina. Pinsero nella rintonina. Pinsero nella rintonina.
Pinti onnene rintonina. Undaqda odam amaliyotda nimadan qo'rqadi? Xuddi biz oldin so'zlagandek, odam amaliyotda boshlar tarafidan mazoq qilinish va ayblanishdan iborat ikki xil muomildan kelgan o'zini kamsitish tuyg'usi va shundoqla gunohkorlik tuyg'usini qayta his qilishdan qo'rqadi. Bu yer kelganda Paul tuyuqsiz o'zining butkul hayotining bir xil qo'rqish tarafidan kontrol qilinib, hayotining intayin zerikishlik, ma'nisiz va o'xshash takrorliq ritmga petib qolganligini his qilib qoldi. Filmning oxirida Paul ismli bu bola bu xil qo'rqishning iskanchisidan qutulib, xushal yashashni boshladi. Eng muhimi uningda qilayotgan xizmati, garchi xizmat o'zgarmagan bo'lsa-mu, o'xshash bir xizmat uningga ko'ngillik tuyulishga boshladi. Esingizda bo'lsin, psixik jihatdan cho'ng bo'lgan kishi hayotida ballarcha holatini saqlab qola oladi. Aksicha, psixik jihatdan texnik o'sib bitilmagan, balliq petib qolgan kishi bo'lsa, dal aksicha cho'ng odamning rolini o'tib charchab yashaydi. California loco, en ese paso. California loco, 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 loco. Psixologiyada binningxo deydigan bir atalg'i bor. Binningxo. Binningxo degan nima deganda, binningxo deganimiz endi buni nima deb tarjima qilamiz? Binningxo deb turaylik. Bu qanday hodisa degan vaqtda titliq bor dedik, Ayni resim qarasang titliq bor, bundan qo'rqinish oldi tutdi, qo'rqish shakllandi. Endi odam vujudi odamga
yordam qilish uchun bu xil qo'rqishni boshqa bir sezimga aylantirib o'tadi saboqdoshlar. Biz bu xil hodisani binnaqo deymiz. Masalan, qo'rqishning o'rniga har qatam shu titliq yoki qo'rqish paydo bo'lganda buning o'rniga qusoq etishdan iborat hissiyotni almashtirib turgan gap. Demak, bu yerda qus qetishdan iborat hissiy sezim, qus qetishdan iborat sezim amaliyotda odam badanida uzuqliq qolmaganda shakllangan sezim. Biroq psixologiyadagi bu xil titliq qo'rqishning o'rniga qus qetishdan iborat hissiy sezimning olmishi bu nimdan derak berdi bo'lsa, odamning qus to'q bo'lgan taqdirdimi qus qochgandek his qildi degan gap. Demak, bu xil hodisa odamning qaysi xil taqdirini shakllantirdi. Albatta, to'q turmay tomoq yeb semirib ketishini shakllantirdi. Shunga nurg'un semirib ketgan odamlar har xil amallarni qilib boqadi, cheni qilib boqadi, iroda bog'lab boqadi, amaliyotda bularning hech qaysi kelmaydi. Nimishqa? Chunki men bu yerda dedim, uning semirib ketishidagi, uning uzuqliq talab qilish sabab uning badanida energiyaning qolmaganligi, qusq etib ketganlikdan emas, balki men bu yerda so'zlagan titliq va kunjuygandan iborat bu hissiyotning amaliyotda qus ketishdan iborat hissiyotni olmishib ketganligini derak berdi. Bu xil bundan xona ikkinchi xil nimasi? Ikkinchi xil olti bu jinsiy havas, jinsiy hissiyotga o'ynab ketadi. Jinsiy hissiyot amaliyotda qus qochganga o'xshash odam badani tabiiy talab qiladigan bir hissiyot. Ammo bu xil hodisa desa titliqning o'rniga doim jinsiy havas olmishib ketadi. Bu vaqtda odamning kallasiga shu xil narsadan boshqa hech narsa kelmaydi. Odam badanimi bunga bardosh bermaydigan gap. Biz buni binnaqo deymiz saboqdoshlar. Demak, men bu yerdan deb o'tib ketgan odam vujudidagi zibay va fuziydan shakllangan bu titliq va bu titliqni mudofaa qilish jarayonida shakllangan bu qo'rqish odamning hayotining mundaq ketgan vaqtda 99%ni egallab ketadi. Yana nurg'un to'rdoshlar, nurg'un masala so'rashlarning doim deydig'ini mening mush kallamni nurg'un passiv energiyalar, mening kallamni nurg'un passiv xiyollar chirmab ketadi. Doim qo'rqinchli narsalarni o'ylayman, yoki azobliq aslamalarni o'ylayman deb ba'zi odamlar o'zining kallasiga bu xil passiv xiyollardan qutlanmayotganlik va bu xil passiv hissiyotlardan shu azoblanayotganligini, bunun qutulishning yo'lini ko'rsatishini talab qilib turibdi. Shundaq bir narsa aniq bo'lsinki, nurg'un odamlar o'zining kallasiga kelgan xiyollarni men o'yladim deb qaraydi. Amaliyotda uning kallasiga kelayotgan xiyolni u o'ylamaydi, balki u nimasi tabiiy keladi. Kallasiga kelgan xiyollar amaliyotda odamning irodasi bo'yicha bo'lmaydi. Chunki bu xiyollarni o'zgartirishmi odamning irodasining ichida bo'lmaydi yoki odamning kontrolida bo'lmaydi. Bu xuddi intayin sigizga ketgan, kichikdan qisqa ketgan odamning kallasiga u bir nidan boshqa hech narsa kelmaganga o'xshaydi. Bir odamlar sigizga ketdi, u bir sigizga ketgan ahvol ostida uning bir go'zal yerlarni, go'zal bog'larni yoki onasini yoki bolasini yoki pul tepishni yoki o'rganish qilishni yoki kitoblarni o'ylalishi mumkin emas. Chunki uning sigizga ketib qoldi. Uning kallasi faqat va faqat nimasi normal sharoit ostida kelmaydigan, normal sharoit ostida o'ylamaydigan u bir nidan iborat. Bir kallasi kirib oldi. Toki qachongacha deganda toki kichik davlatni chiqarib etkicha. Shunga bizning kallamizdagi passiv xiyollarmi saboqdoshlar, passiv xiyollarmi amaliyotda nima desa, men bu yerdan o'xshatgan uburniga o'xshash. Xuddi uburni degan xiyol sigizga ketishdan shakllangandek, bu xil passiv xiyollarmi amaliyotda fuziy va zbaydan iborat. Bu passiv energiyalar tufayli shakllangan ikkilamchi alomat hisoblanadi. Biz shu narsani azaytmaydi ekanmiz. Xuddi siyib chiqarib etgandek ondan uburni unutilib ketgandek, biz bu xil passiv energiyani badanimizdan chiqarib etganda ondan keyin bu passiv xiyollardan qutulaymiz. Chunki bu passiv xiyollarning yildiz nima deganda dal odam vujudidagi passiv energiyalar. Atay xulos qilib o'tib ketsam, fuziy va zbaydan iborat bu ikki xil passiv energiya
odam hayotining 99,99% qismini egallab ketadi. Ya ham oddiy qilib ayta kelsam, odam hayotining barliq qismini zangli qilmaslik uchun, ayblanmaslik uchun sarf qildi. Hargizmi taraqqiy qilish uchun emas. Ya'ni shundaqla odam hayotining barliq qismini xushal bo'lish uchun emas, balki nimasi xushalsizlikni unutib ketish uchun, xushalsizlikni his qilmoq uchun sarf qildi savatdoshlar. Demak, odam hayotining ko'p qismini xushal bo'lish uchun emas, faqat nimasi xushalsizlikni unutib ketish uchun, xushalsizlikni kun bitish uchun, xushalsizlikni vaqt qo'sim his qilmaslik uchun yashaydi. Odamlar bu mutlaq yetadi. Biroq bu xil nishonga yetish bilan birga odamlar intayin manfiy bo'lgan bir taqdirga uchraydi. Masalan, bu resimni qaraylik. Sol tarafdagi bu bir energiya tarozi, energiya tarozi. Bunun da sol tarafdagisi kishilar xushal bo'lishni izlayotgan ishlar, amaliyot bu xushal bo'lishni izlayotgan narsalarning hammasi finshin. Masalan, to'xtamay do'yin ko'rash yoki bo'lmasa to'xtamay bir ishlar bilan shug'ullanish, uningda xushallik yo'q. Ammo bu narsani qilish jarayonida mau o'ng tarafdagi qorong'ilikni ko'rdinglar. Bu mushu xushalsizlikni vaqt qo'sim unutib ketadi. Buni unutib ketdi degan gapning o'zi bu taroza, sen finishin qilding, diqqatni chechib, uning bilan shug'ullanding, bu ishlar shug'ullanding, bu jarayonda u ko'tarilib ketdi. Ko'tarilib ketdi. O'ng doirasi ko'tarilib ketdi. Sol tarafda xushalsizlik unutildi degan gap cheyishi, o'ng holatga o'tib ketdi degan gap. O'ng holat degan shu odamning bilish doirasining sirtida, his qilish doirasining sirtiga o'tib ketdi degan gap. Bu his qilish doirasining sirtiga o'tib ketdi deganning o'zi bunday obrazli qilib aytsak, odam qalbini bir tuproqqa o'xshatsak, shu tuproqning ostiga ko'milib ketdi degan gap. Har qanday bir ko'milib ketgan narsa bu yiltiz tortib ketadi savatdoshlar. Demak, bu xushalsizliklar odamning yushin oldidan iborat bu munbat tuproqida ko'klab kuchib ketadi. Insonning, odamning taqdirini dal mushu yushin oldidan iborat tuproqning ostida ko'milgan hissiyotlar shakllantirdi. Shu nurg'un qarmoqqa xushaldek, naytdi, hech qanday narsa xiyol kirmayotgandek, xushal bir odamning rolini o'taydigan nurg'un odamlarning amaliyotda biz tizlar ro'y kesilib qolganini ko'ramiz. Dunyoga dangliq komediya artistlaridan masalan Purchaq apandini bilsizlar, Charles Chaplinni bilsizlar, Jim Carrey. Bularning hammasi dunyodagi jushinlar, gigant cho'lponlar, komediya sohasiga gigant cho'lponlar. Ammo bu uchchilikning strategiyasi qanday bo'lgan? Uchchilikning hayoti ig'ir darajada xomushlik bilan oxirlashgan. Nimishqa? Chunki bu xil to'xtamay diqqatni chechish, boshqalarni kuldirish va xushal bir holatga kelish amaliyot nimasi xushalsizlikni munbat tuproqqa tervetganga barobar. Bu munbat tuproqda bu yiltiz tortdi. Bu yiltiz tortgan vaqtda odamda ro'y kasalini shakllantirib qolmasdan eng muhim nimasi uning bir manfiy taqdirini shakllantirdi. Men dastlabda tilga olgan bu ayolning taqdiriga ko'rib boqaylik. Bu ayol dal nimasi o'z vujudidagi gunohkorlik tuyg'usi, ya'ni ayblanish tuyg'usi bilan zangli qilinish tuyg'usini qo'g'dab, intayin bir yaxshi ayolning rolini, yaxshi ayolning kimligini yaratgan. Bu ayol kallasida men aytdi, shu kishilarning atrofimdagi odamlarning kutgan yerdan chiqsamla, ularning gapini anglasamla, xatolik sodir qilmasamla, men ular meni ayblamaydi, ular meni zangli qilmaydi deb qaragan. Amaliyotda bo'lsa men oldida ko'rsatgan resimga o'xshash, u yaxshi ayoldan iborat bir mudofiani shakllandi. Bu mudofiani nima shakllandi dedi? Chunki u o'zi shakllangan mushu kimlik orqali Zibey va Fuzidan iborat ikki xanjarni, ya'ni qo'g'dab turib oldi. Ammo shu degan vaqtda uningdagi bu xil Zibey va Fuzi ma resimdagi munbat tuproqda kuchaydi. Bu kuchib nimaga aylandi? Bu atrofdagi o'zining reallik muhitida, psixik muhitida nurg'un odamlar shakllantirdi. Bu odamlar kim? Yo'ldoshi, qaynonasi, bolasi, qaynotasi, do'stlari. Bular dal nima desa, Fuzi va Zibeyning bir xil shakllangan muhiti. Bu nima degan gap deganda, Fuzi bilan Zibey
dal mush odamlar orqali jiho bo'ldi, qo'zg'alab mangdi degan gap. Mayli erining ayblishi bo'lsin, qaynonasining rozi bo'lmasligi bo'lsin, do'stlarining mazoq qilishi bo'lsin, eng oxirida bolasining tilishi bo'lsin, mushlarning hammasi amaliyot nimasi bu ayolning ichidagi ziba va fuzindan iborat mush hissiyotni to'xtamay qo'zg'aydi degan gap. Balkim bu ayol ongsiz holatda yana ba'zi odamlar yana o'zini ayblaydi. Yana o'zini ayblab, balkim men bunda xato qilgan o'xshayman, men cho'qim yaxshi qilolmagan bo'lishim mumkin degandek hissiyat kirib qoldi. Amaliyotda bu odamlar bu xil fuzi va zibani his qilgan sari mudofaani kuchaytirdi. Texim yaxshi odam bo'ldi demakchi. Yaxshi odamning rolini texim kuchli o'ynaydi. Bu mudofaani kuchli o'ynagan sari bu xil passiv energiya yana ostiga tushdi. Bu ostiga tushgan sari bu yana kuchaydi. Shunga bu hargizmi masalalarni to'g'ri bitiraq qilishning yo'li emas savoqdoshlar. Unda bo'lsa biz qanday qilgan vaqtda o'zimizning mayli kishilik turmush bo'lsin, mayli iqtisod bo'lsin, mayli to'y munosabati bo'lsin, jo'r o'rtasidagi munosabat bo'lsin. Buningda biz qanday qilgan vaqtda biz o'zgarishni shakllantira olamiz? Biz atrofimizdagi taqdir deb ataladigan psixikalik muhitni o'zgartirish uchun, bu xil psixikalik muhitni yoki kishilar deyotgan taqdirni o'zgartirish uchun bu taqdirni shakllantirayotgan bizning qalbimizning vujudidagi biz doim his qilishdan qochadigan, biz his qilishni xohlamaydigan, kurashni xohlamaydigan, biz passiv energiyadan iborat bu passiv hissiy sezimlarning xarakterini, mohiyatini o'zgartirishimiz kerak. Yurakdan iborat bu ishkopning ichida fuzi va zibaddan iborat bu koni kiyim bak uzun turib ketgan vaqtda bu ikkisi shakllantirgan muhitni yoki taqdirni qat'iy o'zgartira olmaysiz vaqtdoshlar. Shunga men bayatım degandek, xuddi 8 odam faqat sevib etgandilar. Uning kallasiga u burnidan iborat bir sesiq, passiv bir xiyol yo'qolgandek. Bu ayolmi o'z vujudidagi u qo'g'dayotgan, saqaytgan emas, qo'g'dayotgan. Bu passiv energiyalarni chiqarib etgandilar. Anondan bu passiv energiya shakllantirayotgan muhit va bu passiv energiya ishlab chiqarayotgan xiyol va bu passiv energiya keltirib chiqarayotgan taqdirni anondan o'zgartira oladi. Odam yaralangan holatda turdi, savoqdoshlar. Bir odamning qo'li sunuq bir qo'li bo'ladi. Qisqarlik xiri odamlar bu sunuq qo'lni saqaytishni xohlamaydi. Chunki buni saqaytirmasa og'rib ketadi. Uni cho'qim to'lg'ab mujib og'ritishga to'g'ri keldi. Shu bu odamlar bu og'riqdan qo'rqdi. Natijada qanday qildi? Bu sunuq qo'lni mush holatda turdi. U to'xtamay moya urdi, uni narkoz urdi. Bu narkozlar nima ish qildi? Bu narkozlar uning qo'lini saqaytirmaydi. Bu narkozlar faqat uning sunuq qo'ldan kelayotgan og'riqni sezimini yo'q qiladi. Bu sezimni yo'q qilish narkoz qildi degan gap saqaytgan barobar emas. Qat'iy barobar emas. Bu sunuq qo'lni kishilardan yushirdi odamlar. Bir chapan kiyib oladi. Bir chapan kiyib oldi, uning qo'l sunuq. Bu odam qanday yashaydi? Bu odam tabiiy kishilarni ehtiyot qilgan bo'lib oldi. Chunki uning qo'li sunuqda. Uning birsini yiqilishiga yo'l qo'ymaydi. Odamlar ko'p joyga bormaydi. Hatto uxlagandimi xotirjam uxlayolmaydi. Nimishqa uning qo'li sunuq. U hamma narsani ehtiyot qilgan bo'ldi. Odam vujudidagi funinglar, u saqaymagan vaqtda, uni bartaraf qilmagan vaqtda odam xuddi mush quluq bir sunuq qo'lni elib yurgandek, ashundaq bir xil gumonxo'r ketadi. Shu ro'y kasallikda birinchi shakllangan nima? Birinchi shakllangan hodis nima? Gumonxo'rlik. Hammadan gumonlandi. Bu kuchli ketadi. Bu xuddi qo'lsini kelgan odam uning yana bir kasimi salom beray deb kasim qo'rqib nima ish qilsa uduqib yurgandek bir holat bo'ldi. Demak, xuddi biz bir sigiz kelib ketgan odam sip chiqarib aytgandilar, oningdekin u bir nedan iborat bir sesiq passiv xiyoldan qutulganga o'xshash odammi passiv energiyani o'zgargan vaqtlar oningdekin bu passiv energiya shakllantirayotgan passiv xiyol, passiv taqdir, passiv muhit va passiv bir kishilik munosabatda oningdekin o'zgartirishni shakllantira oladi. Unda bo'lsa bu passiv energiyani qanday qilib siyib chiqarib bo'ldi?
Әмілетті нұрғылыған баятын деген фунын яңла әмілетті адамның баллықыды шекілді соғықташла. Әрқандақ бір ата-ана баланы яқшы көрді. Ama bu yaxşı görüş şartsız bulmaydı. Bunun bir şart olurdu. Xuddi siz bir mülazimet kıldığın bir urunğu bağdınız. Mesela bir tamak hankırdınız. Sizge bir aşpez tamak etip, anandan keyin bu tamakni bir mülazimet ekip birdi koyuz deseniz koyuz ekip birdi, laz deseniz laz, açık deseniz açık siz üçün to'liq mülazimet kıldı. Biroq bu mülazimetler hergiz sizni yaxshi ko'rganlikdan sizga bo'lgan muhabbatning cho'nqurligidan bo'lmaydi. Balki nimasi siz ularga to'laydigan 50 koy yoki 40 koy yoki 30 koy tufayli bo'ldi. Siz 30 koy 40 koy to'laganligingiz uchun ular bu xil mulozimatni qiladi. Demak, bu yerda qandaqdir bir yaxshi ko'rish muhabbat bo'lmaydi. Amaliyotda bola bilan ota-ona o'tirsidimi, mush xil xuddi ashxona mulozimat qilganga o'xshash ona qaramoqqa bolani yaxshi ko'rgandek turgan bilan buning bir sharti bo'ladi. Bir bahosi bo'ladi. Xuddi siz bayatdan mulozimatga 30 koy to'lgandek bir bolami ota-onaga ma'lum bir badalni to'laydi. Bu badal nima? Bu haq nima? Har qanday bir ota-ona bolani ongsiz oldi. Sen men degandek bir odamga aylanganda, men degandek odam bo'lganda seni yaxshi ko'raman degan signalni yo'llaydi. Bolami bu xil signalni topshirib oladi. Neticede bala özü yaxşı ko'rdigan, öz haqiqiy özü emas balki nimasi ota-onasi yaxshi ko'rdigan bir odamning obrazini, ma'lum bir rolni o'tashga majbur bo'ladi. Va bu badalni to'laydi. Bu badal balkim yaxshi bola yoki tirishchan bola yoki ishchan bola bo'lishi mumkin. Xuddi mening o'quvchim uchir yozgandek, men ozroqli fanson bo'lib qolsam, xuddi dunyo meni tashlab ketgandek his qilman degandek, sen tirishchan bola bo'lmasang, men seni yaxshi ko'rmayman. Chunki bir bola kelib ketgan vaqtda biz cho'nglarning dunyosi murakkab bo'ldi vaqtlar. Bizning dunyomizda nurg'un odamlar bor. Ammo bir bolaning dunyosi oddiy bo'ldi. Uning dunyosida faqat ikki odam bor. Birisi ona, birisi dada. Ona, dada uni yaxshi ko'rmadi degan gap, dunyoni tashlab etdi degan gap. Shu tufayli xuddi bayatdan uchirda ko'rsatilgandek, men ozroq fanson bo'lib qolsam, xuddi dunyo meni tashlab etdi degandek, bir balımı tirishchan yoki bo'lmasdan aytdi yavaş yoki ota-onasi degandek bir bola bo'lmasla xil bola kimlikdan shundoq chatnagan vaqtda xuddi ota-onasi uni yaxshi ko'rmaydigandek dunyo uni tashlaydigandek hissiyoti bo'ldi. Bu xil hissiyot ta cho'ng bo'lguncha uning g'amra bo'ladi. Demak, bu yerda odam bir xil hissiy nomrodchilik shakllandi. U bo'lsa-mu ota-onasidan bir xil haqiqiy yaxshi ko'rishni his qilolmaydi, ammo shundoq yaxshi ko'rishni talab qildi. Bu xil ota-onadan yaxshi ko'rishni his qilolmaydi, ham shundoq yaxshi ko'rishni talab qildi. Bu cho'ng bo'lganda bo'lsa, boshqa odamlarga to'xtamay ko'chadi. Bunday chiqqan vaqt bu bola to'y qilib, jo'risdan yaxshi ko'rishni his qilolmaydi. Ammo uning yaxshi ko'rmasligidan qo'rqadi. Yaxshi ko'rishini umid qiladi. Natijada har xil so'zlar orqali, har xil gaplar orqali, har xil qiliqlar orqali qarshi tarafning uningda bir xil yaxshi ko'rdiganligini isbotlamoqchi bo'ldi. Men bir qizning bunday hikoyasini anglagan. Bu qiz 6 yosh. Bu qiz bozorga berib doim bir qo'nchoqni apirishni talab qildi. Ota-onasi bundan qo'nchoqni apirdi. 3-4 kundan keyin bular bozorga chiqib, bu qiz yana o'xshash bir qo'nchoqni apirsan deb turoldi. Ota-onasi bundan qo'shilmaydi. Chunki senda uyda o'xshash bir qo'nchoq tursa, bu qo'nchoq yana nima qilsan deydi. Biroq bu qiz yig'lab turib oldi. Zodim yosh qo'nchoqni oldim deb. Ota-onasi bu qizning bu xil yig'lishiga bardosh bermay, oxir bu qo'nchoqni apirdi. 2 yil bo'ldi. 3 kundan keyin bu qiz yana bozorga chiqib, yana o'xshash qo'nchoqni apirsan deb turib oldi. Ota-onasining bu vaqt haqiqiy sabr toqatimi tushidi. Unimaydi, tillaydi, urdi, unimaydi, ashni apirsan deb turib oldi. Oxiri apirdi. Endi bu qiz bir yo'g'on bir qizning aslimisi xolos. Endi bu qiz nemishqa o'xshash bir qo'nchoqqa ehtiyojli. Amaliyotda bu qizning ehtiyojli bo'lgan qo'nchoq emas vaqtlar. Agar bu qiz qo'nchoqqa ehtiyojli bo'lgan bo'lsa, u allabirun bir qo'nchoqni uning uyida bir qo'nchoq bor. Bunun ehtiyojlarini qo'nchoq emas, balki ota-onasining uning qo'nchoq appirishiga muhtoj. Demak, bu yerda bu qiz qo'nchoq emas, balki ota-onasining uningga appirishiga muhtoj. Nemishqa appirishiga muhtoj? Chunki bu qiz ota-onasining uni haqiqiy yaxshi ko'rdigini his qilolmadi. Ammo ota-onasining yaxshi ko'rishini umid qildi. Ota-onasining yaxshi ko'rmasligidan qo'rqdi. Unda ota-onasining yaxshi ko'rishini orzu qilgan ekan, bu cho'qim ota-onasining uni yaxshi ko'rishini isbotlaydigan har xil qiliqlarga majburlaydi. Bu yerda
o'xshash bir qo'nchoqni unga olib berishi mush bir xil yaxshi ko'rishning simvolida qaraydi. Amaliyotda bu xil harakatlarning hech qanday foydasi yo'q. Chunki bu qiz yanla ota-onasi uni yaxshi ko'rmaydigandek ish qildi. Shu nurg'ulg'an ayollar masalasida nurg'ul ayollar o'zining jo'risidan bu xil yaxshi ko'rishni his qilolmaydi. Ammo bu xil yaxshi ko'rishni his qilolmagan bilan yaxshi ko'rmasligidanmi qo'rqdi. Natijada har xil usullarda, har xil qiliqlarda xuddi bu yerdan qaltashli qiz chiqargan harakatlarga o'xshash jo'risining uni yaxshi ko'rishini bir isbotlashni talab qildi. To'xtamay yaxshi ko'raman degizishni, ayrilmayman degan gapni anglashni umid qildi. Garchi bu gaplarni har qatim degan vaqtda ko'ngli ozroq tinjisimi, biroq uningdagi yan yadroliq hissiyot mehrsizlik, ya'ni cho'aylik bo'lganligi uchun yanla uningda titliq mangu tugmaydi saboqdoshlar. Demek bu xil balliq davrida ota-onasini ololmagan yoki osimi shartlik holda elingan bu xil muhabbat tufayli balada bir xil men faqat ma'lum bir ishni qilganda aningdekin ota-onam yaxshi ko'rdi, men emas. Qilgan ishimni yaxshi ko'rdi, men emas. Natijamni yaxshi ko'rdi, men emas. Balki mening ota-onam uchun qilib bergan ishlarimni yaxshi ko'rdi degan ufqum shakllanib qoldi. Odam emas, hareketni yaxshi ko'rish shakllanib qoldi. Bu xil bolalarda vammajo'yilik ig'ir shakllandi. Vammajo'yilik deganimiz nima desa, hamma ishlarni joyida qilmasam bo'lmaydi deb orom topolmaydi. Endi sen mening qilganimni yaxshi ko'rsan, biroq meni yaxshi ko'rmaysan. Bu yerda nima shakllandi? Bu yerda tabiiylar nimasi o'zini bir xil kamtukdek, bir xil o'zini kamsitib tuyg'usi o'sha shakllangan gap. Endi bu xil beyaramchilikda balda bir xil ota-onaga nisbatan tabiiylar norozilik shaklida, ochiq shaklida. Biroq u bir bola, ota-onasi hargiz bu ochiqni chiqarib olmaydi. Biroq bu ochiqni chiqarmaymi qolmaydi. Xuddi cho'nglar bevosita ochiq chiqargandek, bolaning ota-onaga bo'lgan ochig'i bosliq bo'ldi. Masalan, bolalarning so'ralmilik qilishi, nimish qilsa qarshilashishi, o'g'nish natijasida to'yalab ketishi, hatto bir bolaning o'zini o'zini yarlandirishi amaliyotda bolaning ota-onaga bo'lgan narazılıqının, açığının bir xil vastlıq ifadələniş bulduğun gap. Şuna ballıqda şəkilini qalğan bu xil mehirsizlik, bu xil çöəylik, bu xil əncvəngənin tulumu kam buluşu adamda bayatın degan onun da daim payda qıldığan sizbey bilən fuzini şəkilləndirib qoydu. Şuna bunu o çoğun bulub meyl onun jörisi yoki balisi onu qancha vaydisi mi, onun köyüngen takdirdi mi, onun qalbida yanla qarşı taraf onu haqiqiy yaxshi ko'rmaydigandek bir hissiyotda damlashaverdi. Unda xo'sh buni qanday chiqaramiz? Odamda oqsig'liq deydigan bir narsa bo'ldi vaqtdoshlar. Oqsig'liq deganimiz odam vujudida bir xil illiq sezimni biz oqsig'liq deymiz. Bu oqsig'liq qanday shakllandi deganda men bayatını deb berdim. Xuddi quloq merkekendek odam badani zibe ve fuzi ve kunjuganda shakllangan mudofiyada odam badani qattiq holat turib oldi. Bu xil qattiq holat turib olish, ya'ni muskullarning qattiq holat turib olishi tabiiylar odam badanidagi qilqan tomirlarni siqidi savaqtashlar. Bir odamning badanidagi qilqan tomirini ulusak yer shari 7 qatim cho'glay oladi. Bir odamning vücudu qilqan tomirlarni bunda ulab cho'glasak yer sharini 7 cho'glash ketadi. Bundan biz badanimizda qanchalig'an uzun, qanchalig'an jiq qilqan tomirlarning bog'lig'ini bilamiz. Odam muskuldan iborat. Bu qurg'an, bularni siqqan vaqtda odam badani qonayishining o'zi amaliyotda undaq ravon bo'lmaydi. Ham bu xil funinglar tukkanda desa, bu xil chingish qo'yib turdi. Bu xil chingish qo'yib bergan vaqtda odam badani qilqan tomirlarda qon bir ravon manganda odam bir illiq sezim shakllanadi. Bu xil illiq sezimni biz oqsig'liq deb qaraymiz. Bu xil oqsig'liq qanday vaqt shakllandi? Biz uxlaymiz vaqtdoshlar. Har qancha aldirash odamni uxlaydi. Uxlamasimi ko'zini yumadi. Odam ko'zini yumganda tabiiylar xiyollar keldi. Men ko'pincha kishilarga deydiganim balliqni aslashni ko'proq tavsiya qilaman. Meyli ballıqdaki resimler bo'lsin, ballıqdaki xiyollar bo'lsin, ballıqdaki manzirlar bo'lsin, hatta aslash xolamaydigan aslimlar bo'lsin, ya go'zal aslimlar bo'lsin. Meyli kallingizga balliq davringizdagi har qanday bir aslimini aslaganda va bu aslimlar jarayonidagi hissiyotni topa olgan vaqtingizda
Mundaq bir qanday siz balалық vaqtыңızda maydonda o'ynadınız, bir balı birinin dedi, şu vaqtki hissiyatınız, yoki ota-onangiz vaqirish qolgan vaqtki hissiyatınız, yoki ota-onangiz sizni tillagan vaqtidagi hissiyatınız, yoki ota-onangiz sizni maqtagan vaqtidagi hissiyatınız, ish qilib qanday bo'lsin, ballıqdagi hissiyatni bir qitim qaytarib kelganlik, bir qitim. Mundaq bir vaqtda odam badindagi hissiy tomirlarning puslab qolgan hissiy tomirining bir qitim ochilgani o'xshaydi. Bu hissiy tomirlar bir qitim ochilgan vaqtda odam badinda bir qitim oqisliq paydo bo'ldi. Oqisliq bir qitim paydo bo'lgan vaqtda biz bayotini dedik, odamning taqdirini shakllantirgan funinglar, manfiy hissiyotlarning xarakterida bir qitim o'zgarish bo'ldi. Buningda bir qitim o'zgarish bo'ldi degan gap odamning psixik muhitida yoki kishilar tilga olayotgan taqdirda zo'r o'zgarish bo'ldi vaqtdoshlar. Shunga biz shu elib aytgan vaqtda ballıqdaki əslime, ən mühimi ballıqdaki əslimlər bilan birlikdə keladigan ballıqdaki hissiy sezimlarni qaytarib əkkilish, reclaim qilish. Reclaim deganimiz uni qaytarib əkkilish biz uchun intayin muhim. Shunga mushkul usullarni qo'llangan vaqtda, undan boshqa agar farzandinglar bo'lib qolsa, farzandinglarning har bir harakatining orqada bir hissiyot bo'ladi. Xuddi biz cho'ngga ketganda bizga biror narsa tekkizsimi bek og'ir ketmaydi, ammo bolalar uchun bolalarning xuddi badani intayin sezgur bo'lgandek, ularning ruhi ham intayin sezgur bo'ladi. Siz o'ylab boqmagan bir eg'iz gap bolada zibayni shakllantirish mumkin. Yoki siz o'ylab boqmagan bir ish bolada fuzini shakllantirish mumkin. Şoň ballarni tushunish, amaliyotda ballarning hissiyotini tushunish qartilgan. Agar siz farzandingizning hissiyotini tushunmasangiz, jo'ringizning hissiyotlarini tushunmasangiz, ularni mangu tushunmaysiz. Agar ularni mangu tushunmasangiz, ularni mangu suymaysiz. Ular sizni mangu suymaydi. Shunga biz boshqalarni tushunishni, boshqalarning hissiyotini tushunishdan boshlaymiz kerak. Ammo boshqalarning hissiyotini tushunishni biz o'zimizning hissiyotlarini qaytarib kelish, o'zimizning hissiyot tushunishdan boshlaymiz kerak. Undasa bu qatorliq darsim o'sha tugadi.